Nexi 1.6. Buni konditsioner yoqqanda suv qizib ketishini oldini olish uchun bitta hozir yechim qilamiz. Parraylarni qo'yamiz. Settini difuzorini qo'yamiz hozir. Chetlariga ham bunaqa parallel gubka yopishtirib chiqamiz. Bu kastapraplarda bo'ladi bunaqa gubka. O'zida samakleykasi bo'ladi. Mana bu yerda samakleyki bo'ladi. Samakleyka. Mana bunaqa qilib mana bunaqa teshib boltga qo'yamiz. Buni bitta, ikkita, mana relayning tagida mana uchinchisi. Uchinchi boltga. Bitta, ikkita, uchta. Mana bunisi o'zi to'rtinchisi. Shu mana buni qotiramiz hozir shu yoqqa. Mana qotirilgan holati mana parallel gubkalar bilan qo'yib yuborilsa vakuumli bo'lib yaxshi havo so'radi. Mana bu yerga bunaqa temir qo'yib yubordim. Temir qulam. Dugadan mana buni sverlit qo'yib olamiz, signal qotiradigan. Mana bu dugadan. Keyin bu dugani teskari o'rnatib yuboriladi. Mana tepasiga bitta 14 boltga qo'yib yuboriladi. Pastiga 2 santimetrli mana truba qo'yib yuboriladi. Trubka 2 santimetrli mana shu. Sabab mana bu yerda zazor qolishi kerak. Mana bu yerda zazor qolishi kerak. Mana bunga tegib qolsa dirilli mana bunga tegib qolsa. Mana shu yerda zazor bo'lishi uchun qochirilgan. Duga teskari qo'yildi. Общий ko'rinish. Mana общий holat shu holatga keladi.